В общем zor. Klass like basıp beraberden görüp. Yüzleri kette yar boladı elbette demiş. Öyüne gelirim. Kette öye. Düzüzde tıklamayın. Atmosfera просто bomba. Eşiklerim bomba. Aksaç diyen şan özbegim söylesin. Birden 10 adam. Çabaka koydunuz eşiklere. Eşikte mi? Ha. 10? Siz ama 10 koyun olmasa çolaşasın. 10. Tamam 10 koydular. Yergeç 3 gün oldu ben hiç Tiffany de bir yedi. Tiffany miyemem onunla kattı uxlavat kanalına Tiffany de verdim. Assalamu aleyküm. Bizning Rise Group internet tarmoqlari orqali kuzatib o'tirgan qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar, podpischilar, kayfiyatli yaxshimi, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan yana bir bora internet tarmoqlari orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Demak, ekran oldida yaxshilab o'rnashib olasizlar. Bugungi videomiz ko'pchilik uchun qiziqli bo'ladi. Chunki bugun sharni qaynab turgan, qimmat lokatsiyalaridan biri bo'lgan Masalyandamiz, ya'ni Oblastnoy prokuratura yonida. Yine belli köpçülük biladi, Şavat boyu, su boyu dediler belirlemi. Bir zor lokatsiya. Rise Group kompaniyamiz tomonidan ish ko'rib turgan xonadonlaringizni yana ko'rsatib berishingiz mumkin. Ko'rib turgan xonadonlaringizga bir boshqacha odamni ko'rsa bag'ri dili yaydidan, odamga motivatsiya beradi, odam bir so'ntirib beradi, bir neobычный svetda eshiklarni qo'yib xizmat qilishga keldik. Xudo xolasa shu video davomida ko'rib borasizlar. Demek ekran olduna yaxshilab o'rnashib olasizlar. Bizlar syomkamizni, videomizni boshladik. Videodan bir kichkina iltimosimiz bor. Kanalimiz toza, like bosib, podpiska bosib, jo'ralarga poddelitsa qilib, kommentariy yozib qo'ysangizlar, o'zlarimizni baxtiyor hisoblaymiz. Ham desa, bizning kanalimiz rivojlanishi uchun yaxshi bo'ladi. Qolaversa, bizlarga zo'r hissa qo'shgan bo'lasizlar rivojlanishimizga. Bundan ham qiziqarli, bundan ham chiroyli o'ylardagi videolarni sizlarga taqdim qilishda biza davom qilamiz, harakat qilamiz inshaalloh. Demak, videomuzni boshladik. Mashalyanda viloyat prokuraturasi yonidagi obyektimizga yo'l olamiz. Ketdik. Qadrli do'stlar, hurmatli podpischilar, bu xonadonimiz endi bu mestolarni, bu lokatsiyani ko'pchilik biladi, ko'pchilikga yoqadi. Ko'pchilik havosan aytadi, orzum aytadi inshaalloh shu yerlarda, shuni bahavo joylarda yashash hammamizga nasib qilsin. Niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa like bosgan qo'llaringiz shuni yaxshi o'ylardan geçki bazzat o'ynab yurib, dollarlarni sanashni nasib qilsin. Demak, bu yerda hozir remont ishlari ketib turibdi ekan. Oldindan cham cho'plar uchun oldindan uzr so'raymiz. Xudo xolasa bu uyni proyektini, dizaynerskiy katalogini ko'rdim. В общем zor. Klass like basıp beraberden gördüm. Demek hali 60% bitken o'xshaydi ergash. 60% bitken dizaynerskisi. Xudo xolasa kommentariylarda zo'r omad deb ko'rsating deb yozib ketsangizlar, xudo xolasa keyingi bu uy bitgandan keyin ham pardalari qo'yilib o'zi polni uyni egalari yashab boshlangandan keyin kelib syomka olib ketishga harakat, xudo xolasa ruxsat bersa uyni egalari. Endi bu yerda bir tashlamayın. Demak, syomkamiz davom etadi. Ketdik. Yine qadrli podpischilar, hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, uyni отопление qismi, ya'ni svet toplari bu kirgan yerda o'ng tarafda joylashgan ekan. Shu yerdan ligorovka etib o'chirib yoqaveradilar. O'ng tarafda yana rakovina qo'yish uchun o'zlarini mesto qoldirib ketganlar uyda. Ko'rib turganlaringizdek, uyni ustalar ham menda atachen turdingizlar? 100%. Uyni 100% ham menda atachen turilib turibdi. Endi shu ustalar bilan ozgina bir maslahat tashkil qiladi, guling tashadi. Assalomu alaykum. Sog' salomatmisiz? Kayfiyat yaxshimi? Neredansiz? Mikrofon kanalgisan. Sizlar? Yaxshi. Yana do'stlar ko'rib turganlaringizni ustalar bilan ham so'zlashacakmiz. Ochkim qarayapman katta. Normalmi? Yechib qo'ying. Endi adingiz kim? Azamat. Mangitdansiz. Azamat aka. Necha vaqt bo'ldi ishlatibsizlar bu yerda? Endi biza bu uyning stejkasidan boshlab gipsakardi u. O'sha topshiriqdan bu. Noldan keldingizlar? Shunda bir kollektiv-ku, sizlar? Uchimiz. 3 mushketyorlar, Atos Aramis uchun bir o'yinni shundan chal vaqtdan beri ishlayapsizlar bu yerda? 4 oy bo'ldi. 4 oydan beri bu Atos Aramislar yomon ekanmi? Qasrda tutib. Laminatga keldi shundan. Tamam. Laminatni bosib tursizlar. Sizlar idoralanish shu bilan ilinadi.
Yan taraf ne o? Yan taraf özü. Mangıtda yine götürsüler ottin ustalar bula, ottin toxtamıydılar. Çünkü zor ustalan işleş nasip etsin. Ürgence Mangıtdan gelip işleş ansatma. Şurada yatıp durup işlesin şimdi. Haftada bir Bakıya Ürgensi'de. Dostlar bu hazırki günde Kemt İşlemezku'dan bugünün zalla köpçülüğe niyet, arzu çünkü bugünün zalla kemek gitti bunun kettelikte. Az işinin bir zallının ketteligini bir ölçüyor büttiler. Zallının ketteligini görsünler ediniz. Sonra her usta aytıp tuttu. Hələ ustalar tutdu, qadırlı patlayışdı, öyünə dedi, verənə dedi, interyerdən başqa içə dedi, xuda xalası hələ verin 60%, 70% bitkən. Zalını hələ polni bitkəndən gibi hələ sıralaq qoyulub, yəni divanlar hələ ataçentoları urulub, pərdələr qoyulub, pəslərinə qımmat bağa qalı, yəni giləmlə döşəlgəndən kimi bu öydüm ödləşədi. İnşallah. Ağamızam öyle gelsen bir adam didli adam eken Allah nasip etsin. Şöyle de toyla kılıç nasip etsin. Yine kafelenem görüşleriniz mümkün. Kitayski kafeli bu. Kitay'dan gel. Neden bilesen de Kitayski'lisin? Yakında ben hemen koydum lan. Şundan koydum karıp geçsin şimdi yani. Ha Madin Özbekistan, Özbekistan'daki eken. Bilin ben eken. Demek kadınlı dostlar. Maksattan uzaklaşmıyoruz. Yine üç müşketörle işler yaptık bir tarafta. Şimdi bulanan vaktini alıp işten koymalı. Çünkü işleri var. Bize ben tarafta özlerimizni cigittir. Yani eşliği gitle işlep durgan pavilyonda gösterimiz. Bu zalama eken bu. Kişine zala eken ben. Yaşınız da valla. Sağlıkla yaşın. Karın kaçan geldinizler? Akşam. Akşam çürülgen. Akşam geç değil. Çünkü işten çıkar böyledik adımda. Büyüğüne rap parası 3'ten öttü, evet 3'ten. Daha kalasa vallahi işlep tuttu. İkinci etajda buldum dedin mi? İkinci etaj bu an az ikinci etajı gösterme. İkinci etajdan başka geçesizler en kadar daha kalası. Demek kadırlı dostlar bu meşale yandığı zor öyümüze neoklasik üslubundaki ştampitli, aynalı zor crashing eşiklerimizde onlatıp bergenimiz. Koronaları bilen, korona analişlikleri. Daborlaram var mı ne? Daborlaram var eken. Bu xanadana şunday xizmatlarni qilganmiz. Eşikka keldingizda tepeye 4, pastga 5. Demek общий jami 9 eşik xanadana 9 eşik qo'yiladi. Xudo xolasa endi bu eshiklarni bir narsalarni aytib qo'yaman. Video boshlanishida, video davomida aytib qo'yacakman. Eshik tanlashda albatta eshikning qalinligini, ishlab chiqarilib turgan yerine neçalik MDF ishlatilganligini hamma narsasini e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Bizdan xarid qilasizlarmi, boshqa biridan xarid qilasizlarmi? Shularga ozgina e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Demak, bu aynalar tayyorlanganmi? Aynalar endi kelami yani. Aynalı katta yuzlari katta yor bo'ladi albatta deganlik. Uyning egalarim katta uyi, katta kvadratli uyi, katta aynalı eshiklarni tanlaydilar. Allah nasip etsin. Zor yine. Nerede bu? Şimdi bunu kattırak vuruş mümkün emas çünkü arkasında falan milyonluk ataçentli oldu. Şimdi aslan işlemiz. Yani gittik. Aylık taşak gitmeli. Aylık yanına koşup 2-3 aylık taşarsana. Diğer kadrolu dostlar köpçülük başından kızıktırıp koydum. Ön ikinci etajında bu eşiklerimiz bitkende bazı birinci etajda yine tutanıp gecerenler bulup bitti. İkinci etajda xudo xolasa bismillahsında yaxshi niyat etip o ayak bilen nene zina navda yaradingizlar buni? Nav döşerken zina? Laminat mı bu? Yangaktan şu mebelliği neden düzeltilgen ekan? Yangaktan koyulgan. Bular özlerimiz neden akay? Zor. Sasna. Demek ikinci de çıkıyoruz üstüne falga koyup koydular kırçılmazlık için. Şunun için bemalal köşte korkmayın çıkarlarsa.
Endi bundan keyin ikkinchi etajga chiqdik. Ay maşallah. Eshikni svetini qarang. Svet yanam ekan bu endi. Ustoz, svet yanam birni. Düzgüzlettirip kalmayın. Demek kadrolu dostlar aytganimizdek, ikkinchi bu xonadonning ikkinchi qavatidagi qo'yib bergan eshiklarimiz yana bu sayda hozir chang bo'lib sal silib berish kerak. Shuning uchun aldan uzr so'raymiz. Yo'llarni undasini qo'parsalar, uzr qo'shyapti. Bu eshikni sveti bizni buyuk mobil guruhimizning aytishi bo'yicha Tiffany deb nomlanar ekan. Endi eshikni konkretni svetini biladigan odamlar bo'lsa, svetni точный navligini biladigan odamlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar iltimos. Ergash 3 kun bo'ldi men ish Tiffany deb yedi. Tiffany men ondan qattiq uxlayotganimdan Tiffany deb berdim. Xotin bilan ajrashib ketgan ekan Tiffany kimda? Tiffany svetlarda endi kommentariyada yozib ketasizlar ki, nav svetini bilsangiz toshlaysiz anakani. Ergashbekni aytishi bo'yicha bu eshikni svetinde hozirgi geliklarni salonuna shunday svet urib qo'ygan. Gelikni o'zim ilk ko'rganmiz, men ilk ko'rmayman. Qimmat bashidi u. Bu spalnya o'xshaydi ikkinchi etajda. Ay maşallah. Eshikni ko'rsatishingiz mumkin. Chang cho'pli uchun uzr so'raymiz. Uyda remont ishlari ketib turibdi. Mana zalning ichida sanuzel yotib turadi. Eshikni beklanishine ozgina e'tibor berib ko'rsanglar. Çek. Magnetlidan magnetli. Ha? Kaka. Добро. Gördün. Magnetli rüşka qo'yilgan. Rüşkalarımızdan prosta rüşka emas, Türkiye devletinden keltirilib turgan. Bizning kompaniyamizning eshiklarida endeklar, albatta bu endeklar Rossiyadan keltiriladi. Qolaversa ichlari qalin. O'tgan safar kommentariyada birov yozib ketdi, eshik haqida ozgina ma'lumot berib bering. Endi men doim eshik haqida katta ma'lumotga ega emasman, lekin qo'ldan kelgancha tushunganimcha, bilganimcha aytib o'tib ketaveraman. To'liq ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Şuradan zıt ettirib kompaniya mutaxassislarning nomeri chiqadi. B'dan chiqarmi? B'dan chiqadi. Zıt ettirib chiqadi, bosib gaplashaverasizlar telefon call centerlara. Demek neoklasik aqibama ergash. Neoklasik uslubidagi Tiffany svetdagi xo'shay, bejirim, odam ayaqadan, odamning настроениясini ko'taradigan Salatoy deb nomladim bu eshikni. Salatoy eshiklarimiz. Endi sal chang'lari bo'lib turibdi hozir, chunki uyda remont ishlari ketib turibdi. Shuning uchun har ishlasi 100% zo'r ko'rinmasligi mumkin. Yanına gelsengizlar boshqacha odam motivatsiya beradi, effekt beradi, so'ntiradi odamni. So'ntirib beradi dedim. Mana ko'rib turganlaringizni eshitlarimizga gap yo'q. Ustalar ham zo'r ekan, o'zlaringiz ishlab chiqarib turgan so'zlarda yaxshilar, hozir o'zlaridan ham gaplashib eshitaman. Mana stiklar yo'q. Xudo xolasa uyni egasiga topshirajak vaqtimizda umuman uyni egalaridan yoqadi degan umiddamiz. Chunki uyni egalari ham navshun tanladi. Rice Group eshiklarini navshun tanladilar. Bizning kompaniyamizning eshiklari korxonamiz yana o'zlarimizning showroomning ham boshida korxonamiz, ishlab chiqarib sex. O'zingiz ko'zingiz bilan bitincha xolos vaqtingizda kelib, ko'rib, yana eshigingiz chiqib turibdi, xudo xolasa endi nasina keldi, ne topana geldi ertang kraskalanadi xudo xolasa. Ko'rib, har xolasingizlar kelsangiz ko'rsatadi. Shunday qulayliklar ham bizning kompaniyada mavjud. Bu ikkinchi etajdagi zal o'xshaydi bu yerga. Hey, sapey, getey. Mana o'tlashtirib tag'am. Bismillah. Atmosferani ikkinchi etajdan ko'rsatib qo'yasan. Demek svetni, atmosferani ko'rib turibsizlar. Atmosfera просто bomba. Eshiklar ham bomba. Yurishlaring seni chotki. Ko'p barkaladi shunga videoda.
Qara, zamokini qara tanlaganlar uchun, ruchkasi qara tanlangani uchun ketlasam qarang. 1, 2, 3. Mana razmerim ham katta emas, o'xshaydi 5. 5 razmerim adashmasam 220 ga 110 bor. 110 bor. Ya atmosferani o'zim ham chiqib ko'ring. Ergash ikkimiz sig'imiz o'xshaydilar kimdir. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhan o'zbegim senga tengdosh Pamiru Aksaç diyan şan özbegim söylesin Afrasiyabu söylesin Urhun Hatim Köhne tarih şadeside Bitte mercan özbegim Köhne tarih şadeside bitte mercan Özbegim İlham getdi. Özü şunu yok ki da zor yerlere gelsen yani atmosfera zor, hoş yerlere gelsen yazı. Hey? İşletiverin beçara ustalarım, bankıtlı ustalarım, beçaralar zor adam eken bulayı. Bunu işletsem sizlere halaklıklarım ben mi dedin, sınarak işte. Ağa ikinci etajdan kelle taşlasam ölemem mi ölünmem mi? Ayak bilen tutsam neyin? Diydi kalamanın? Ayakım sınadı. Hey adam olmaz belki. Görset ha, kololukunu görset, şunu ayettik mi? Yok hey ama bunun kulaklar tutulgan bu. Ya bu öyle görsetmeye geldi mi, eşini görsetmeye geldi mi de bana negatif yazılmasın. Şimdi öyle görsetip durganlığının sebebi havasat. Ben hem havasat bazılara aytıp durganım bilen hem yine görsetip durgan ben böyle zor ekense içimden niyet etip tutmam dostlar. Yani bizler hem şimdi hoşlayıp şimdi hem kette debdebeli öyle de yaşaş. Fakat bizler hemme gelip içimden niyet kıldım sizler hem niyet kılıp komentarlara yazıp gittim. Doğru mu? Sen hem niyet kıl. Ergeç. Ne aytkanım değil? Magnetli ışıkla. Yap yok? Ya. Uye. Açılmadı. Ya. Magnetli. Petlaları kara. Nalışıklar Tiffany svet. Demek ştampikli. Bu canavar deradilar? Plankiyeli. Şimdi kapılar. Şimdi kapılar gerekli olsa ekranda duran nomerler uğraşırlar. Rise Group kompaniyasi yigitlari xizmatda. Kecha kunduz yana götürsüz akşamdan beri gelip vallahi işlep tuttu. Zinalar ham zor chiqibdi. Doğrusunu aytdim şu top podpiska bo'lishingizlarni bir kichkina savol beraman. Hozir men yuz gözüm uchun aytish shart emas. Chistin xalq sifatimda, ustoz sifatimda birdan 10 odamcha baho qo'ydingiz eshikka. Eshikka mi? Ha. 10? Chin dildan aytavering. Chin dildan zakon eshiklar. Yuz gözüm uchun aytdim. Yo'q, zakon eshik. 10 mi? Ha. Ben ham sizning ishingizga 10 qo'ydim. Aldı berdi yaxshi bo'ldi. Rahmat. Sizcha qo'ydingiz? Men ham shu 10. 10. 2 10. Siz ham 10 qo'ying bo'lmasa cholashasiz. 10 10. Tamam 10 qo'ydilar. Demak, qadrli do'stlar, hurmatli podpischilar. Rise Group. Endi bu yigitlar shu umri davomida shu Odil ustani bolalari dedilar bularni. Elating navadi ne? Persiz, Xiva Persiz'e var. Bu Adil Usta neydi desen tap beradilar o'zi. Neydi o'tirmasam. Kankamla sen ketgan bilan ustachilik. Demak, qadrli do'stlar, hurmatli podpischilar, shunday qaynat nuqtalarimda xudo xolasa videomizni yakunlaymiz. Video so'ngida yana bir bora niyat qilamiz. Allohim hammamizga shunday chiroyli uylarda yashash nasib qilsin. Chunki mehnat qilibsizlar, mehnat qilibmiz. Mehnatni tagi rohat dedi. Xudo xolasa rohatini ko'rib, oila a'zolarimiz bilan qo'shnilar uylarda azzat o'ynab kulib, mazali narsalarni yeb yashash nasib qilsin. To'ylar bo'lsin, uylaringizda yaxshi kunlar bo'lsin.
xonadonlaringizda to'ylara borib xizmat etdingiz inshaalloh iloyim. Kanalimiz toza, hali endi 500 ga yaqinlashib qoldik. Like, podpiska bosib qo'ysangiz o'zlarimizni baxtiyor qilsatamiz. Kommentariyalar yozib qo'ying, bizdan ham aytishing deb niyat etib ketinglar. Alloh hammangizni shunday o'ylanib yashash nasib qilsin. Demak, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda, keyingi videolarda, keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr, sog'-omon bo'ling deymiz. Omad sizlarni, bizlarni hech kim tark etmasin. Yana bir bora hammalaringiz bilan ko'rishganimizdan, ko'rganimizdan xursandmiz. Xayr.